Salohiddin O'ktamov nomli kuzatuvchimizdan kelgan savol: Doktor, o'g'lim 7 yosh, nafasida tovush bor, nafas olishga qiynaladi. Nanobarzan tavsiya qilishyapti. Ichirsam bo'ladimi debdilar. Salohiddin aka, savol uchun rahmat. Bunaqa holat qachon bo'ladi? Bu ko'proq nafas yo'lidagi obstruksiyalar, yangi boshlangan bronxial astmalarda kuzatiladi. Ya'ni bemorlarda, bolalar nafas olishda qiyinchilik, qorindan nafas olish, tungi yo'tallar, bola fizik nagruzka vaqtida, tengqurlari bilan o'ynagan vaqtda, yugurganda, yig'laganda, kulganda hansirashlar yoki yo'talib qolishlar bilan kechadi. Nafas yo'lida tovush, ya'ni hushtaksimon tovushdan shikoyat qilishadi. Aniq tashxislash uchun nima qilish kerak? Aniq tashxislash uchun spirometriya tekshiruvini o'tkazish kerak. Spirometriya tekshiruvi xulosasiga ko'ra, nafas yo'lida obstruktiv anomaliya bor yoki yo'qligiga qarab turib xulosa qilinadi. Endi nanobalzam haqida so'rabdilar. Nanobalzam haqida shuni aytishimiz mumkinki, O'zbekistondagi yoki Yevropadagi hech qanday klinik protokollarda bolalardagi obstruktiv holatlar, hansirashlar yoki hushtaksimon nafaslarda yoki boshqa qanaqadir yurak qon tomiri kasalliklarida nanobalzamning foydasi haqida klinik qo'llanma yoki tavsiya yo'q. Shuning uchun bizning tavsiyamiz nanobalzamni ichkizmaganingiz ma'qul. E'tiboringiz uchun rahmat.